Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bizni o'sha maktabimizga, kapitalniy remont qilinayotgan maktabimizga mana shu tom qismiga biz tunuka qilishimiz kerak ekan. Endi bizdagi holat mana shu holatda, ya'ni mana tagidan qaraydigan bo'lsak, nimamiz tomdan mana shu joy shapga chiqqan. Taxminan 45-55 santimetr atrofida. Buni точно o'lchaymiz. Xullas mana shu holatda chiqqan. Va ustida mana ko'rib turibsizlar, nimasi bor. Ya'ni tarnovni slifi bor. Mana bu joyda tarnovni slifi bor. Va mana shu slif orqali pastga уже yomg'ir turba bilan tushib ketadi, o'zini turbasi bilan tushib ketadi. Va tomimiz shifr holatda, mana shu holatda shifr qilingan. Endi bu mana asosiy o'quv binosi bilan bu taraf zal bo'ladigan bo'lsa, mana bizda ishlatiladigan nima loyihada ko'rsatilgan. Mana loyihada xuddi mana shu holatda ko'rsatilgan. Ya'ni karkasimiz mana qanaqa yasalishi, mana bu joyda mana karkasimiz turibdi. Razmerlari qanaqa bo'lishi va attashkalari hammasi turibdi. Endi xuddi shu holatda biz yasaydigan bo'lsak, mana shu holatda bo'ladi. Karkasimiz mana turli ugolnik berilgan loyihada. Mana xuddi shu holatda yasashimizga to'g'ri keladi. Ya'ni karkasimiz mana shu holatda yasalishi kerak. Endi bu karkasimizni men nimaga olib kelib joylashtiraman. Ya'ni o'sha tom qismimizga olib kelib joylashtiraman. Joylashtiradigan bo'lsam, perspektiva mana shu holatda joylashyapti. Ya'ni karkasimiz bizda mana shu holatda joylashtirishga majbur bo'lyapmiz. Ya'ni mana bu yerda patolog ham qilingan, patolog eskirib ketgan. Faqat mana shu holatda razmer bo'yicha qo'ysak, mana shu holatda joylashyapti. Endi bu yerda bitta muammo bor. Muammo mana bu joyda. Ya'ni biz shifrni mana shu holatda shu joydan har 1 metrga qo'yiladigan bo'lsa, mana loyihada har 1 metrga berilgan. Mana A ko'rinishni ko'radigan bo'lsak, K1 mana 1 metrga berilyapti. Mana pastda turibdi. 1 metrga qo'yiladigan bo'lsa, 1 metrga qo'yiladigan bo'lsa, mana shu holatda har 1 metrda teshik hosil bo'lyapti mana shu joyda. Ya'ni biz nimamizni teshishga majbur bo'lib qolyapmiz, shifrimiz. Endi bu nimani o'zi teshganidan tashqari attashkamiz ham bizda teshib qo'yadi. Ya'ni yana ikkinchi teshik ham paydo bo'lib qoladi attashkamiz o'zida. Hozir mana men chizib tayyorlab qo'ygan edim. Mana karkasni o'zi deylik. 1 santimetr har 1 metrga joylashtirildi mana shu holatda. Aylanasiga, endi butun boshli binoni aylanasiga mana shu holatda joylashtirishga majbur bo'lamiz. Va qo'shimcha tarzda bizda attashkamiz bor. Ya'ni mana shu burchak qismida aqa ketgan attashkamiz bor. Uni ham chizganman mana. Mana attashkamiz bor. Bu ham xuddi shunaqa. Ya'ni yana teshishga majbur bo'ladi. Endi bu attashkani loyihada ko'rsatilgan strapillaga mahkamlashimiz kerak deb ko'rsatilgan. Va endi raskoslarimiz bor bizda.
Misol uchun mana raskostlarimiz o'sha har bitta nimani qirg'og'idan mana shu holatda turli ugonlikdan o'tkazilgan. Pastda mana ikkita joyda turli ugonlikdan o'tgan va tepada ham ikkita joyda mana orqada bitta mana bu va oldida bitta mana o'tgan. Mana shu holatda. Pastdagisi bo'lsa, mana pastdagimiz o'zi ko'rinib turibdi. Mana pastdagimiz mana unisi bittasi bo'ladigan bo'lsa, mana ikkinchisi mana bu. Plus mana shu holatda o'tyapti bizda. Ya'ni bizni karkasimiz mana shu holatda loyiha bo'yicha qilsak, shu holatda tayyor bo'lyapti. Endi men buni qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini bilmayman, lekin bitta narsasi bor. Biz shiferni har 1 metrda kamida ikkitadan joydan teshishimizga majbur bo'lyapmiz. Teshganimizdan keyin yomg'ir, qor suvlari baribir izolyatsiya qilgan taqdirimizda ham, ya'ni o'zini kley bor, o'shani quygan taqdirimizda ham baribir 100% ishonch yo'q o'tkazib yubormasligiga. Va o'sha har bitta shifer 1 metrga kesilganda shiferni o'ziga ham yoriq tushib qolish ehtimoli bor. Ya'ni singanda baribir ma'lum miqdorda ziyon yetadi. Endi biz shu attashkalarni qo'ymasdan mana bu joyiga mana shiferni ustiga mana ko'rinib turibdi. Shiferni ustiga bitta ugonlikni mana shu holatda joylashtirsak-da, joylashtirganimizdan keyin ko'rinib turibdi. Mana shiferni ustiga joylashtiramiz, mix bilan reykaga qotiramiz. Baribir pastda reykasi bor, albatta, qayerdadir reykasi turadi. O'sha reykaga yoki strapilaga biz mix bilan qotiramiz mana shuni. Yoki shurub bilan uzunroq shurub olib qotiramizda, o'sha shiferga ziyon yetkazmaymiz iloji boricha. Va mana bu karkasimizni ham pastgacha o'tkazib yubormaymiz. Mana karkasni o'zini pastgacha o'tkazmaymiz. Mana shu ugonlikni ustida to'xtatamiz va svarka qilib qo'yamiz. Tag qismini bo'ladigan bo'lsa, tag qismini mana bu pataloy qilingan joyda, pataloy qilinganda baribir reykasi qo'yiladi albatta. O'sha reykaga biz pastdan turib shurubda buni ham mahkamlab qo'yamiz. Bo'ldi. Mani taklifim shu. Mana shu narsani o'ylab ko'rish kerak yoki loyihachiga ko'rsatishimiz kerak. Binoni mana shu holatda aylanasiga har 1 metrga shunaqangi karkas qilib bir-biriga mahkamlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Hozircha shu, mana shu narsani bitta o'ylab ko'rish kerak. Men hozir real holatda endi qolgan qismlari chizib o'tirmadim, ya'ni maktabimizda rom yoki eshiklarni chizmadim. Faqat mana shu bizga aynan savol tug'dirayotgan joyni o'zini chizdim xolos. Hammalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar. Shu narsani o'ylab ko'rish kerak.